Sut qattiqsiz, hattoki tuxumsiz bunaqa ajoyib ko'rinishga ega pirog nimada bo'lgan deb o'ylaysiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Qani ketdik. Bismillah deb barcha quruq masalliqlarni un, shakar, kakao, razrixitel, soda, vanilin solib aralashtiramiz va asosiy masallig'imiz suvni solamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Suv solib yaxshilab aralashtiramiz. Qolipni yog'lab, massani solib, oldindan qizdirilgan duxovkaga solamiz. Endi glazurini tayyorlab olamiz. Barcha masalliqlarni solib, masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Gazga qo'yib, bitta qaynab chiqqunicha qaynatamiz va gazdan olib qo'yamiz. Pirogimizni cho'p tiqib pishganini tekshiramiz. Pishgandan keyin hamma joyini cho'pda teshib chiqamiz. Shirin suvni quyamiz, keyin glazurni quyamiz ketidan va xohishga qarab bezatamiz. Oddiy suvda ham shunaqa ishib chiqadigan pirogdan siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchan bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.